Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum hurmatli Shuhrat Abdujalovich. Mana kuni kecha davlatimiz rahbari Toshkent davlat tibbiyot universitetimizga tashriflar chog'ida tibbiy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, ayniqsa oliy hamshiralik yo'nalishini rivojlantirish haqida muhim topshiriqlar berdilar. Endilikda bu borada universitetimizda qanday ishlar olib boriladi? Assalomu alaykum. Avvalambor hurmatli prezidentimiz, davlatimiz rahbari Toshkent davlat tibbiyot universitetiga tashrif buyurdilar. Bu yerda bajarilgan ishlar bilan tanishdilar, o'zlarini tavsiyalarini berdilar. Biz universitet jamoasi, pedagoglar, juda ko'p sonli talabalar juda ham mamnun bo'ldik, juda ham xursand bo'ldik. Hurmatli davlatimiz rahbarining o'zlari shaxsan tashrif buyurib, mana shu universitetimizga bir fayz bag'ishladilar. Tibbiyotni keyingi bosqichga olib chiqish bo'yicha vazifalarimiz bor. To'g'risini aytaman, mana shu tibbiyotda bo'ladigan islohotlarda uni modernizatsiya qilish, asbob-uskuna bilan ta'minlash, texnik jihatdan zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlash bo'yicha davlat tomonidan hamma vazifalar bajarildi. Faqat biz endi unga javob berishimiz kerak. Pedagoglar va talabalar bu ta'lim sifati bilan bugun yangicha qarab, dunyoqarashimizni o'zgartirib, yangicha bir yondashuv bilan javob berishimiz kerak. Shu nuqtai nazarda mana oliy hamshiralik ishi bo'yicha yangi ta'lim yo'nalishi keyingi bosqichga olib chiqish bo'yicha topshiriqlar bo'lgan. Bu oliy hamshiralik akademiyasini Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufiga o'tkazildi va o'tkazilgandan keyin bu yerda demak bu akademiyani, ya'ni o'sha uzluksiz kasbiy ta'lim akademiyasi paydo bo'ldi. Bu akademiyani asosiy vazifasi o'rta bo'g'im hamshiralariga metodik yordam ko'rsatib, oliy ma'lumotli hamshiralarni tayyorlash bo'yicha bir katta asosiy metodik markaz va bir ta'limni namunaviy maskaniga aylanadi. Oliy ma'lumotli hamshiralarni bugungi kundagi ta'minoti umuman tibbiyot xodimlari o'rtasida 2% va uni 10% gacha olib chiqish topshiriqlarini aytdilar hurmatli prezidentimiz. Oliy ma'lumotli hamshirani yangicha bosqichda o'qitishni boshlash uchun biz xalqaro tajribani o'rganyapmiz. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Koreya tajribalarini o'rganyapmiz va mana shu davlatlarda mutaxassislari bilan, universitet tashkilotlari bilan, universitetlari bilan hamkorliklar bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz. Shu hamkorlik bo'yicha demak qaysidir birini dasturini olib, ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha oliy hamshiralik ishi dasturi to'g'ri keladi. Shu dasturni joriy qilib, oliy hamshiralik tayyorlashni yangicha bosqichini boshlamoqchimiz. Men o'ylayman buni uddalaymiz.